Xitoy hukumatı ishki o'lkalardagi Xitoy ko'chmanlarini Uyg'ur eliga ko'chirib yerlashtirish uchun ularga alohida imtiyozlarni berdiganligini yillardan buyon ochiq-oshkora tashviq qilgan edi. Xitoy hukumatining bu siyosiy planlarining ijroatlari 2017-yildan boshlab Xitoy hukumatining Uyg'ur elidagi yuqori besimliq bostirishlari bilan mos qadamda texmi kuchaydi. Xitoy hukumatining millionlab Uyg'ur va boshqa yerlik musulmonlarni Uyg'ur elining har qaysi joylarida yelam silinayotgan zo'r ko'lamdagi yig'ilish lagerlarida tutib turganligiga 3 yildan oshdi. Bu jarayonida quruqilib qolgan mahallalar, odamsiz ko'chalar va egsiz tashlanib qolgan Uyg'urlarning qo'ri joylarining surat va sin ko'rinishlari ijtimoiy taratqularda uzluksiz tarqalib keldi. Şunun bilan bir vaqtda Uyg'ur elining har qaysi nahiya va kentlarga ishkiri Xitoy o'lkalaridan ko'chma jalb qilish xizmati jonlanib, Xitoy ko'chmanlarga beriladigan imtiyonlarmi burunqidan necha esi ish borganligi ma'lum. Xitoy hukumati Xitoy ko'chmanlarini rayoniga yerlashtirish uchun yo'lga qo'ygan yuqori imtiyozlarni ijtimoiy taratqularda keng ko'lamda tashviq qilishni kuchaytgan. Bu tashviqotlarda Uyg'ur rayoniga yangidan ko'chib kelib yerlashadigan har bir Xitoy oilasiga yoki yakka kishilarga yuqorisi yangidan silinib to'liq bezalgan qo'ro joyliq doj uylar berildiganligi, tövani to'liq saplamalik bino uylar hadiya qilinganligidek alohida imtiyoz e'lon qilingan. Uningdan boshqa yana ko'chib kelgan Xitoy ko'chmanlarining shu hamon nupsqa elinganligi, har bir jon soniga qarab necha 10 mo'dan terilg'u yer ayirib berdiganligi va boshqa to'liqlamalardan baharnalaydiganligi tashviq qilingan. Muhajiratga Uyg'urlar o'z ona yurtlarida yuz berayotgan bu hadislardan qattiq andishlanmoqda. Kuzatuvchilar buni Xitoy hukumatining Uyg'ur elidagi mustamlik siyosatini qip yalang'och shaklda davomlashtirishi deb ko'rsatmoqda.